U hijriy 467-yilning Rajab oyining 27-kuni, milodiy 1075-yil 19-martda Xorazmning katta qasabalaridan biri Zamaxshar qishlog'ida tavallud topdi. Az-Zamaxshari haqidagi ma'lumot asosan o'rta asr arab manbalarida keltiriladi. Otasi unchalik badavlat bo'lmasa-da, savodli, taqvodor, diyonatli kishi bo'lgan. Ilmga havasmand o'sgan Mahmud otasidan o'zini madrasaga o'qishga yuborishni so'raydi. O'g'lida ilmga bo'lgan zo'r ishtiyoq va havasni sezgan otasi uni madrasaga beradi. Az-Zamaxshari ilm-fanning turli sohalari bilan qiziqib, tolibi ilmlar orasida zo'r iste'dodini namoyon qila boshlaydi. U madrasada o'qitiladigan ilmlarni, ayniqsa arab tili va adabiyoti, diniy ilmlarni puxta egallashga kirishadi. Buxoro mashhur olim Abu Mansur as-Salobiyning iborasi bilan aytganda, Somoniylar davridan boshlab shon-shuhrat makoni, saltanat Ka'basi va zamonasining ilg'or kishilari jamlangan, yer yuzi adiblarining yulduzlari porlagan va o'z davrining fozil kishilari yig'ilgan joy edi. Az-Zamaxshari Buxoroda o'qishni tugatgach, bir necha yil Xorazm shohlari xizmatida bo'lib, kotiblik bilan shug'ullanadi. Hukmdorlar bilan yaqinlashishga urinadi. Biroq qobiliyati, ilmi, fazilatiga yarasha biror mansab va munosib e'tibor ko'rmagach, o'z yurtiga safar qiladi. Matlab u maqsadlarining ushalishiga umid bog'laydi.